Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Hayit kuni 24 yoshli ayol nogiron erining aravachasini ko'chaga olib chiqib yoqib yubordi va bu qilgan ishi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Hayit kuni namoz vaqtida bir ayol ko'chaga katta gulxan yoqib, nogiron erining aravachasiga benzin quyib yoqib yubordi. Atrofdagilar hayratga tushib undan, "Nega eringizni aravachasini yoqib yubordingiz?" deb so'rashdi. Ayolning javobi hammaning ko'nglini larzaga soldi. "Erim avariyaga uchrab, nogiron bo'lib qoldi. Oilani ta'minlash uchun tozalovchi bo'lib ishga kirdim. Qish yaqinlashgach, pul yetmay qoldi. Qiynalganimdan boshliqdan oylikni ko'tarib berishini iltimos qildim. Boshliq stol ustiga $500 qo'yib, yuzimga qarab sharmanda qiluvchi taklifni aytdi. Erim bor bilasan-ku, uyalmaysanmi desam, kim ko'rib turibdi dedi. Yuziga pulini otib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Ammo u meni haqoratlab, menga yomon narsa taklif qildi. Bu fohisha deb bo'xton qildi. Seni Allohga soldim, mendan yomon ahvolga tushmaguningcha o'lmagin deb yig'lab ishxonadan chiqib ketdim. Bir hafta o'tgach, o'sha yigitning otasi keldi. O'g'li komada ekan. Iltimos kechiring, o'g'lim sizga bo'xton qilgan ekan. Bugun ishxonadagilar aytdi. Kechiring, duoyingizni qaytarib oling. Joni chiqmay qiynalmoqda, nima desangiz tayyorman dedi. Men esa faqat bir narsani so'radim. Erimni operatsiya qildiring. Kecha erim oyoqqa turdi. Komadagi yigit esa kecha vafot etdi. Meni yomon deb bilganlar, bilingki, Alloh bor. Bugun bu aravachani yoqishim ulug' Robbimning adolati borligini barchangizga eslatish uchundir. Bu voqeani eshitgan olomon yig'lab yubordi. Tuhmatga sherik bo'lganlar qattiq afsuslandilar. Kimdir qilgan gunohini eslab sarosimaga tushdi. Kimdir Allohning qudrati oldida bosh egdi. Ayol esa ko'z yoshlarini arta shodlik bilan uyi tomon yo'l oldi. Allohga chin qalbdan qilingan duo kechikishi mumkin, ammo u hech qachon unutilmaydi. Hayotda kimnidir haqorat qilishdan, uning or-nomusiga putur yetkazishdan avval bir oz to'xtab o'ylang. Siz uning oldida emas, Allohning oldida javob berasiz. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.